Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Yetti-Buloq sanatoriyasidamiz. Mana ish vaqtlarimiz sanatoriyada. Qo'shimcha muolajalarimizda mana zilik hijomamiz bor. Mana onamiz kelib dam olyapti. Assalomu alaykum. Sanatoriya haqida xotirangiz qanaqa? Men batga tizilishga olgani keldim. Shatdan olib turaman makinalarimni, tizilishlarni. Muolajalarimiz yaxshimi? Hamshiralar Yaxshi, qizlar massaj, nima, elektroforezlar qo'yishadi, hamma licheynalari bor. muomalalari hammasi, qarovlar yaxshimi? Yaxshi. Mana xolamiz dam olyapti mana Yetti-Buloq shifo. Mana zilik hijomi. Unga qo'shimchasiga mana yana azon terapiya, ignoterapiya, EKG, fizioterapiya muolajalari mana. Hurmatli kuzatuvchilar, kelaverasizlar. Neuropatolog. Sharoitlar mana yaxshi. Mana akamiz azon terapiya olyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, kelaverasizlar Yetti-Buloq sanatoriyasiga.